Yo'q, siz unitaz tugmasini bosdingiz va navbatdagi ijod mahsulingizni noma'lum manzil tomon haydadingiz. Uni taqdiri nima bo'ldi? Kanalizatsiyaga xush kelibsiz. Ijodingiz kvartirangizni tark etgach, birinchi navbatda pastga qarab katta tezlikda parvoz qiladi. Baxtimizga gravitatsiya tekinga axlatimizni suv bilan kerakli joyga yetib borishiga beminnat xizmat qiladi. So'ngra axlat shahar kollektorlariga borib quyiladi. Bu juda ko'p kilometrlarga cho'zilgan tarqatib beruvchi quvurlardir. Keyingi bekat kanalizatsiya suvini tozalash aeratsiyasi. U yerda qattiq tekshiruv panjaralari bo'lib, ular katta axlatlarni ushlab qoladi. Suvsozlarning katta dushmani bu erimaydigan sochiqlar, tamponlar va tagliklardir. Shuning uchun ularni unitazga tashlayotganda vijdonni yoqib qo'ying. Endi esa katta axlatlardan tozalangan suv aerotank deb nomlanmish suv hovuzlariga borib quyiladi. Bu ko'pikli hovuzlarda trillionlab bakteriyalar tinimsiz ravishda suvdagi zararli mikroaxlatlarni ishtaha bilan yeb bitirishadi. Oyning eng yaxshi ishchilari aslida mana shu yigitlar bo'ladi. Ular barcha organikani beminnat ximikatlarsiz va samarali yeb bitirishadi. Aerotanklarda tozalangach, suvlar xlor yoki ultrabinafsha nur bilan zararsizlantirilib, texnik tozaligi maxsus o'lchagichlar bilan tekshiriladi. O'zbekistonning issiq klimatini hisobga olganda suvlar bekorga ketmaydi, balki kanallarga yo'naltiriladi. Misol uchun Toshkentda Salar kanaliga. Bu kanaldan asosan shahar tashqarisidagi dalalar sug'oriladi. Aeratsiyada qolgan qoldiqlar esa quritilib, o'g'it sifatida ishlatiladi. Qilgan barcha harakatingiz qay holda bo'lmasin, doim sizga qaytadi. Shunday ekan, suvsozlarning hayotini yengil qiling, taxtingizga axlat tashlamang. Ko'rishguncha.